Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 62 soniga xush keldinglar. Bugun biz unutilayotgan irqiy qirg'inchilik degan temada hukumatimizningki tashqi ishlar ministri Salih Xudayr afandim bilan suhbat quramiz. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Bu qitimliq suhbat temamiz unutilayotgan irqiy qirg'inchilik. Haqiqatan bu asrdagi beshimizga kelgan inson qalbidan chiqqan zo'r ko'lamlik, dahshatli irqiy qirg'inchilik Xitoylar tarafidan unutildirilyotdi. Dunyo unutib ketyotdi. Bu irqiy yo'qotishga yuzlangan bizlarchi Xitoyning irqiy qirg'inchiligini aqlash uchun qilgan tashviqotlarga keltirib o'ynab berayotganlar ozmi? Bu irqiy qirg'inchilik xuddi yiroqda qolgan ishdek Xitoy çatırqaga yiqilib bo'lganlar va uningga tayyor turganlar ozmi? Xitoyning irqiy qirg'inchilikni aqlash uchun qilgan tashviqotlarga keltirib o'ynab berayotganlarmi ozmi? Vatanga berib kelayotganlar buningga jonliq isbot bo'lsa, Xitoyning Suriya mujohidlari ssenariyasida sorun tuzayotganlar, sorun qizitayotganlar Xitoyning o'tiga may chechib berayotganlardir. Irqiy qirg'inchilik uchirgan millat qanday bo'lishi kerak edi? Ikkinchi dunyo urushida irqiy qirg'inchilik uchirgan İsrailiya qavmi bu dahshatni butun dunyo xalqining engiga, geniga singdirib etdi. Bizning qilayotganlarimiz albatta yetarli emas. Aziz qarindoshlar, irqiy qirg'inchilikni unutmaslik, uni butun dunyoga unutildirmaslik bizning burchimiz va qarzimizdir. Bu dunyo qor yuz ketib qolmasligimizning kafolatidir. Demay bo'lmaydiki, dard to'kib yig'lab o'ltirishlar uningga kifoya qilmaydi. Tuvanda biz Sharq Turkiston mustaqillik yo'lidagi zabardast jangchi Hükümetimiz Tashqi ishlar ministri Salih Xudayr afandimni ushbu temamizda suhbatga taklif qilamiz. Marhamat Salih Xudayr afandim, siz bu qitim Angliyada unutilayotgan irqiy qirg'inchilik degan bir temada yig'in qatnashib keldingiz. Bu to'g'riliq bizga bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Marhamat. Hammalar yani ko'pincha xalqimizga ma'lum bo'lganidek, o'tgan hafta, ya'ni haftaning oldida o'tgan hafta shu 1 ayning 8-kuni Angliya parlamentininki Kengash palatasi yoki yuqori palatasi House of Lords'da shu Sharq Turkistondagi unutilayotgan irqiy qirg'inchilik haqida bir yig'in ochildi va shu yig'inga shu Angliya parlamenti meni Sharq Turkiston surgun hukumatiningki tashqi ishlar ministri va milliy arkitivning rahbari bo'lish suhbatim bilan va Sharq Turkiston surgun hukumatiningki Maun raisi doktor Sayrgul xonimni shu Maun rais suhbati bilan va lager shohid suhbati bilan bizni shu yerga guvohlikqa va shu suhbat qilishga chaqirdi. Sırt başka mühim başka kurash millalarimiz bo'ldi 3 kun jarayonda. Buningki bo'lishining sababi amanlarga ma'lumdek, bu bizning irqiy qirg'inchiligimiz Sharq Turkistonda davomlashayotgan, 10 yildan beri davomlashib kelayotgan bu irqiy qirg'inchilik bir yilning yozi xalqaroning nazaridan chiqarilyapti, ya'ni nazardan orqaga tashlanyapti. Nazardan tashlanyapti desak bo'ldi. Nazardan saqit qilyapti hozir. Saqit bo'lib qolyapti. Nurg'un davlatlar bu vaqtda jimjit, xalqaro tashkilotlarimiz jimjit, hatto xalqaro matbuotlarmi, axborot vositalarimi bu vaqtda jimjit. Hatto o'zimizningki da'vogarlarimiz, tashkilotlarimizmi jimjitlashib ketib bordi. Va Angliya hukumati hozirgi mavjud Labour Party hokimiyatga chiqishdan burun o'z vaqtida va'da bergandi. Biz hokimiyatga chiqsak, biz irqiy bu Sharq Turkistondagi bo'layotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilamiz va Xitoyni javobgarlikka tortamiz deb va'da bergandi, lekin hokimiyatga chiqib bu va'dani amal qilmayapti. Amal qilmaganlik uchun
bu albatta shu Angliya xalqidan bo'lib o'qitish partiyalardan va boshqalardan hatto o'ziniki Labour partiyaninki a'zolaridanmi bunga norozilik bildirdi va aşağıdaki xalq partiyalar va boshqalar hukumatga yana chaqiriq qilyotidi ba'danda amal qil deb shuning bilan yana bizni Sharq Turkiston xalqininki biri vakili bo'lish sifati bilan ikkinchisi shu irqiy qirg'inchilikqa shohid bo'lish sifatimiz bilan masalan doktor Sayrgul xonim shohid bo'lganlik uchun bizni bu yoqqa chaqirdi va biz bu yerda bu irqiy qirg'inchilikni yana qaytadan anglatdik. 2025-yilda bu irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini, necha million xalqimiz yana Xitoyninki turmalarda, lagerlarda qul qilinib, majburiy emgak qilinayotganligi, ayollarimiz majburiy Xitoylarga to'y qildirib tajovuzchilikka uchrayotganligi, 1 milliondan aşkan balalarımız ailelerden mecburi tartılıp Xitaylaştırılıvatkanlığı ve yana halkımızın şu organlarını mecburi tatip edip neçe yüz minligen halkımızını en az degenden 100 min 175 min halkımızını şu organlarını sökeş için öldürgenlikine ve bu öldürüşler devam kılayotganligini aytdik. Men şahsen bu Angliya hukumatiga va barliq xalqaraga bu masalaninki yiltizini hal qilish bu irqiy qirg'inchilik bo'layotganligini hammadan bilyapmiz. Ammo nima sababdan, nima uchun, nima boshlatdi bu irqiy qirg'inchilikni va buni qanday to'xtatish kerak haqida so'z qildim. Shu yerda bu irqiy qirg'inchilikninki yiltizi Xitoy tajovuzchilarininki Sharq Turkistonni besib tajovuz qilishi, ishg'ol qilishi, mustamlika qilishi va bizninki bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatishninki birdan bir yo'li va haqiqiy uzun muddatli tinch va shu kishilik huquq va mavjudligimizni saqlab qolish uchun bizning Sharq Turkiston davlatimizni mustaqillikni asliga keltirishdan boshqa yo'l yo'q ekanligini va Angliya hukumatiniki va barliq xalqaroniki o'zininki xalqaro qonun ostida va xalqaro nima ostida o'zinikini chiqatim va'da bergan hargiz takrorlamaymiz degan, ya'ni irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini hargiz takrorlashga yo'l qo'ymaymiz degan va'dani amal qilishiga mavjud hokimiyatninki bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishiga va bu irqiy qirg'inchilikninki yiltizini masalalarni hal qilishga, masalan Sharq Turkistonni besilib olgan deb davlat deb e'tirof qilishini va Sharq Turkiston xalqininki tashqi o'z taqdirini o'z belgilash, ya'ni mustaqillik harakatini qo'llashini chaqiriq qildik va talab qildik. Ondan sirt bizningki muavin raisimiz doktor Sayrgul xonim shu o'zininki shu lagerdagi ko'rganlarni qiyin qisda qandaq qiynayotganligini xalqimizni ayollarimizni qandaq bosqinchilik va tajovuz qilayotganligi haqida bolalarimizni qandaq xitoylashtirayotganligi haqida so'z qildi va yana o'xshash talablarni o'tirib qo'ydi. Undan sirt boshqa shu tashkilotlarni so'z qilgan bo'ldi, shu Angliyalik tashkilotlarninki rahbarlari va Angliya parlamentininki ikki parlament a'zosi so'z qildi. Birisi shu yuqori palata a'zosiniki Labour partiyaninki House of Lords, ya'ni yuqori palataninki a'zosi va shu yig'inni riyosatchi qilgan Helena Kennedy xonim, Baroness Helena Kennedy xonim, yana birisi o'qituvchi, burungi hokimiyat tutgan partiyaniki hozirgi o'qituvchi bo'lgan konservativ yoki o'ng qanotninki MP Ian Duncan Smith so'z qildi. Ishqilisi bu masalaninki unutib qolmasligi, bizningki
irqiy qirg'inchiligimizningki unutildirayotganligining ichinishlik ekanligini va buning unutildirmaslik haqida va buningga konkret harakat etirish haqida chaqiriq qildi va bizni yolg'iz qo'ymaydiganligini aytdi. Başqa tashkilotlar shu qul emgak bu masalalarda so'z qildi. Yig'in bir 2 soatlik bo'ldi bu yerdagi Angliya parlamentidagi xili ko'p odam qatnashdi, o'ng'ishliq bo'ldi. Undan keyin atsi va undan burunmi necha boshqa yerlar bilan boshqa muhim yerlar bilan suhbatlarni ifodoq, ya'ni shu o'xshash masalada bundan keyin bu Sharq Turkiston masalasini qanday epirish haqida, hal qilish haqida, bu irqiy qirg'inchilikni qanday to'xtatish haqida, ya'ni shu doim deb kelayotganimizdek bizningki bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun bizningki mustaqil davlatimizni asli keltirmay boshqa yo'l yo'q ekanligini, bu yolg'izlam kishilik huquq degan bilan bu siyosiy huquqimiz bo'lmasa bizning kishilik huquqimizni kapolat qilolmaydiganligimizni aytdik va siyosiy haqqimizni kapolat qilish uchun chuqur mustaqil davlatimiz bo'lish kerak ekanligini, ya'ni qaytadan davlatimizning mustaqilligini asli keltirish ekanligini aytdik va yana bizningki xalqaro qonunda boshqa millatlarningki ishg'olga qarshi qanday qarshilik berish haqqi bo'lsa, bizninkimi ularga o'xshash qarshi ishg'oliyatga qarshi turadigan haqqimiz bor ekanligini aytdik. Hatto boshqa millatlarga o'xshamaydigan yerini aytdikki, chunki biz burun mustaqil bir davlat edik. Boshqalardek yangi bir mustaqil davlat quramiz deb chiqmayapmiz biz. Bor mustaqil davlatimizni asli keltiramiz deb kurash qilayotganligini aytdik. Xili yaxshi suhbatlar o'tkazildi. Bundan keyin hamda bu masalamizni, Sharq Turkiston masalasini texmo davomliq shu Angliya va boshqa davlatlarningki kun tartibiga akilishninki yo'llarni qanday qildiganligimizni suhbatlashdik. Bu safar nihoyatda yaxshi bir boshlanish bo'ldi. 2025-yilningki boshlanishi, bunda boshlanishi bizga bu 2025-yili inshaalloh yaxshi xayrlik, yaxshiliklarni akildi deb umid qilaman. Rahmat. Oldi bilan sizga va bizningki Sayragul Saatboy xonimga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Bu yangi yildagi bizningki hukumatning xizmatiga dastlabki eng yaxshi boshlanish bo'ldi. Hamda bizningki siz boy dedingiz, irqiy qirg'inchilikningki hal qilishni cho'qim yiltizdan hal qilish kerak deganni so'zladim dedingiz. Albatta, xuddi sizning og'zingizda turgan bizning bayrog'imiz, bizning yenimiz tug'iniga o'xshash. Biz irqiy qirg'inchilik deganda cho'qim biz o'zimizning nariligini kimga, nimaga tavashganligimizni ifodalashimiz kerak. Biz yaqinda ko'rdik, buningdan bir necha burungi namoyishlarda irqiy qirg'inchilik deb, genosid deb mayklarni kiyib chiqqanlar bor, ammo qo'lda bayroq yo'q. Bu nimani ifodalaydi? Bu irqiy qirg'inchilikni kishilik huquq qatorida hal qilib bersa bo'ladi degandek bir ma'noni berdi. Bu xato, bu mutlaq xato deb o'ylayman. Endi shunaqa masalada bizningki 19-yanvar bizning irqiy qirg'inchilik xotir kunimiz deb bekitdik. Nima uchun bu kun? Bu kunni xotirlashning ahamiyatini bir so'zlab bergan bo'lsangiz, biz namoyishni xotirlaymiz deb turamiz. Marhamat. Albatta. Bu 19-yanvar hammalarga ma'lum bo'lgandek 2021-yili 19-yanvar Amerika hukumati shu vaqtdagi Trump hokimiyatiningki tashqi ishlar ministri Mike Pompeo efendim biz necha yilning yozi 2018-yildan tortib necha üzülmey, davamlıq, yani Amerikada ve başka dünyanın başka yerlerdeki halkımızın bu qollab bu irqiy qirg'inchilikni itiraf qildiramiz deb nurg'un qarshiliklar bo'lsa-mu, mumkin bo'lmaydi desimi, qilmaydi desimi, biz yo'limizdan voz kechmay harakat qilganligimiz uchun va biz Amerika tashqi ishlar ministrligi bilan bu vaqtda necha qatim suhbat o'tkazdik. Va necha qatim xitlarni yozdik. Amerika parlament a'zolari bilan bu vaqtda necha qatim suhbat o'tkazdik, necha qatim buni uzul kesilmay talab qildik. Va shu
19 yanvar 2021 yılı Amerika hükümeti Tashqi ishlar ministrligi buni Sharq Turkistondagi Xitoyniki elib bir Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga eprayotgan vahshiylikni, jinoyatlarni davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb jakalagan kuni. Rasmiy e'tirof qilgan kuni va ayblagan kuni. Shuning bilan birlikda bu kun Amerika bilan boshlagandan keyin boshqa davlatlarmi, boshqa parlamentlarmi Yevropadagi nurg'un Amerika bilan yaxshi munosabati bo'lgan davlatlar ularning parlamentimi buni irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Bunga hammamiz shohid. Shuning uchun biz Sharq Turkiston surgun hukumati bu kunni shu 2022 yildan tortib Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilik e'tirof qilinish va xotirlash kuni deb bekitdik. Shuning uchun bu kun muhim. Bu kunda biz yalnız Amerikada emas, yalnız Sharq surgunda hukumat emas, umumiy Sharq Turkiston xalqi, umumiy dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlar, aktivistlar, o'zininki turishliq davlatlarninki mayli parlamentning oldida bo'lsin, mayli tashqi ishlar ministrligining oldida bo'lsin, mayli shu Aqsaroydagi yerining oldida bo'lsin, unda imkoniyat bo'lmasin, mayli bir cho'ng aldirash bir ko'cha zal bo'lsin, ko'cha maydoni bo'lsin, shu poytaxt atrofida yoki boshqa shaharlarda shu yerda bu kunni xotirlab namoyish qilishimiz kerak va xalqaro bu irqiy qirg'inchilikninki 2025 yildami davom qilayotganligini xalqaro bildirishimiz kerak. Bu bizningki birinchisi shu irqiy qirg'inchilikda qirilib ketgan. Men ishonamanki necha million qarindoshlarimiz, xalqimiz, och singillarimiz, bolalarimiz, onalarimiz, otalarimiz qirilib ketdi. Shularninki ruhini xotirlab buni qilishimiz eng oz deganda norozilik bildirishimiz bizningki majburiyatimiz. İnsanlık mecburiyetimiz. Ve afsuski bu irqiy qirg'inchilik davom qilayotganlik uchun biz yana xalqaroni bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilishga, amaliy harakat qilishga chaqiriq qilishimiz kerak. Va shu chaqiriqimizda bu irqiy qirg'inchilikninki tasodifilla chiqib qolgan emas ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak. Bu irqiy qirg'inchilik ta Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston zaminiga besib kirgandan beri Sharq Turkiston davlatini ag'dirib, Sharq Turkistonni mustamlika va ishg'ol qilayotgandan tortib, ya'ni 75 yildan tortib davom qilayotganligini, shuningdan boshlanganligini xalqaroga bildirishimiz kerak. Va bu irqiy qirg'inchilikninki tamoman tugutish uchun va xalqimizning mavjudligini saqlab qolish uchun va shu kishilik huquqini, diniy erkinlikini va mavjudligini insondek deb mavjud qilishini saqlab qolish uchun shu davlatimizning mustaqilligini asliga keltirishdan boshqa yo'l yo'q ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak va davlatlarga chaqiriq qilishimiz kerak. Va'dangni tu, hargiz qaytalandirmaymiz degan va'danga amal qilish kerak. Bunda jinoyatlarga ko'z yummaymiz degan va'danga amal qilishing kerak deb chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz o'zimiz harakat qilmasak boshqalar harakat qilmaydi aziz qarindoshlar. Biz o'zimiz uchun yig'lamasak boshqasi kelib biz uchun yig'lamaydi aziz qarindoshlar. Biz o'zimiz talab qilmasak boshqasi qilib ma'nisan qilib beray demaydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun dunyoning har qaysi joylaridagi, yana deyman, bosh tashkilotlar, aktivistlar va eng az yalnız bir kishi bo'lsangiz xalq bo'lish butunlar bilan bu harakatni qilishinglar kerak. Eng az deganda sosyal mediadan foydalanib bu irqiy qirg'inchilik kunini xotirlash bilan birlikda uch talabni o'tirib qo'yishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu kun muhim deydiganim shunchalik bo'lsin. Rahmat. Bu siyosatda inson fursatni ketkazib qo'ysa bo'lmaydi. Dunyodagi eng qudratli bir davlat hukumat irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganda biz buningga
Bunu bilmeskisiyle bilip biz xalqaralıq irqiy qırğınçılıq günü bizning irqiy qırğınçılıq günimiz deb özümüzge onda bekitip alsak bu xata boludu. 19 yanvar del Amerika bizning irqiy qırğınçılıq uchrab atganligimizni e'tirof qilgan kun. Anda ekan bu fursatni ching tutishimiz kerak. Xudo Solih Xudoy efendim degandek dunyoning hamma yerida bu irqiy qirg'inchilik qarshi o'zimizning irodasini ifodalashimiz kerak. Bu bizning burchimiz. Irqiy qirg'inchilik uchrayotgani biz haq emas. Anda ekan bu bizning burchimiz. Bayrog'imizni ko'tarib chiqib, o'zimizningki irqiy qirg'inchilik uchrayotgan xalq ekanligimizni boshqalarga bildirishimiz kerak. Bu bizningki eng oddiy bir inson bo'lishimiz bilan qilishga tegishli bir ishimiz deb o'ylaymiz. Bizningki 19 yanvar Amerikada namoyish qilamiz. Amerikadagi barliq qarindoshlarning namoyish qatnashib berishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Hamda bizningki Sharqiy Turkiston hech zamon Xitoyning bir partiyasi emas degan avtosh kitobimiz Amazonda sotilishga boshladi. Buni aytib yaxshi bir xabar bo'ldi. Siz qaysi davlatlarda, qaysi Amazonda og'il bo'ldi bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz marhamat. Xo'sh, bu haqda hamda hozir Amazon'niki Amerikada, Kanadada, Angliyada, Belgiyada, Gollandiyada, Fransiyada qatorliq yana bir 4-5 davlatda, Avstraliya bor buning ichida toplam bir 10 davlatda hozir inglizchasi setib ilovag'il bo'ladi. Ondan sirt mesela nima uchun bu $13.48 sizga kelsak, bu biz qilchi bir hukumat qilchi bir pay topmaydi bu vaqtdan. Eng arzon qila oladiganimiz shunchalik ekan. Buning Amazon'niki shu ish haqqi, bosma haqqi, taqib berish haqqi degandek. Ondan sirt ulama shu kutubxonlarga, boshqa kitobxonlarga universitetligimi ular taqitadigan reklam qilib beradi ekan. Shuningga shunchalik pulga eng az degan shunchalik bo'ldi ekan va uni shu asosat shu Amazon'dan oladi. Bizga bu asli bekorlik taqitaylik, ammo to'g'rida faqlanim qilinsin deb shunday qildik. Undan sirt xalqimiz yana deydiganimiz Üzerindeki mesela de bu Amazon bo'lgandiki, mesela üzerindeki üniversite'ninki bulamdı ya ki şu etrafındaki en yakın kitapxona bulamdı, kitapxonadan doq. Yerga berib, şu kitapni talab qildim desanglar, shular o'zligidan zakaz qilib buriydi. Borib sizlar yani anadaki kitapxonaniki sistemga michiradi. O vaqtda Sharq Turkistonga to'g'riliq biznesi Uyghur yoki Sharqiy Turkistonga to'g'riliq material yoki O'rta Osiyo to'g'riliq material izlaymi deganlar kitobimizni ko'ralaydi, topalaydi. Shuning uchun bu nihoyat muhim. Hammanglarniki shunday qilishinglarni talab qilaman. Shunday burishinglarni sizlarga biznes mablag' ketmaydi buningga shu o'zinglarniki şu public library'ga yoki universitet o'quvchi bo'lsangiz universitetning kitobxonasiga berib men kitobni o'qigan bo'ldi sizlarda yo'q ekan deb nima qilsanglar ular o'zligidan boriydi. Bu lekin uning sistemga michiradi. U yerdagi boshqa kitobxonadagi boshqalarga tashviq qilgan bo'lamiz. Shuning uchun buni qilishinglarni, shunday qilishinglarni talab qilaman. Yana bir narsa, buni hamda shu boshqa tillarga tarjim qilish kerak. Muhim tillarga, masalan, turkchaga, yaponchaga, germanchaga, fransuzchaga degandek, hatto hindichaga, shunda arabchaga, hatto dushmanimizning tili xitoychaga tarjim qilishimiz kerak. Bu jihatdan bizningki ba'zi qiyinchiligimiz bor. Haqiqatni deb bo'lmaydi. Mukammal tarjim qila oladigan iqtidori bor odamlar bo'lsa, ziyolilarimiz shunda o'zini fidoyi qilib, shuni tarjim qilib berishga bizga yordamchi bo'lganlar bo'lsa, biz bilan aloqalashsa, qanchalik ko'p tillarga tarjim qila olsak, shunchalik yaxshi. Hozir qadar bizningki dadimizni, tariximizni, strategik muhimligimizni, xalqimizning milliy kimligini, bu irqiy qirg'inchilikninki tafsili shu qanchalik odamimiz o'ltirilayotganligidan tortib
qandaq ep birilayotganligi haqida hamma materiallar bor. Tariximiz, dövletimizningki necha ming yilning 9000 yildan ortiq Sharq Turkistonda xalq bo'lish sifatimiz bilan, ya'ni madaniyat bog'liqini uzilmay davom qilib kelayotganligi tarixi bor. Necha ming yillik davlatchilik tariximiz bor. Va yaqinqi ishg'ol ostidagi qanday ishg'ol ostiga uchrab qoldik, qandaq bu ishg'oliyat qarshi qarshilik berdi bizning xalqimiz va eng ayg'ida xalqaroniki nima ish qilish kerak ekanligi bizni qo'llash uchun nima ish qilish kerakligi haqida shunda hammani o'z ichiga olgan 366 betlik Amazon'daki nusxasi 366 betlik kitap bo'lib chiqdi. Shuning uchun buni shu tarjima qilishimiz kerak, butun dunyoga bildirishimiz kerak. Shuning uchun bunga azroq shu bizga tarjimal kasbiy tarjimal qilish uchun azroq yordam ehtiyojimiz bor. Yordam kerak. Shuning uchun fidoyili bo'lsa, shunda shuni yordam qilgin bor deb tarjima qila olmaydim deb yordam qila oladiganlar bo'lsa, o'zini ma'lum qilsa. Rahmat. Sizningki deganingiz tunji anglashim meniki hindi tildan tarjima qilmoqchi dedingiz, shundaymi? Sizningcha hindi tilga tarjima qiladigan bizning ichimizda odam chiqqanda. Hindi tiliniki biz boshqasini tep bo'ldik hindi tilga. Nayt yaxshi bo'ldi. Boshqa tillarga masalan Uyg'urchaga tarjima qilishimiz kerak, o'zimizning milliy tilimizga. Boshqa tillarga masalan yaponchaga, fransuzchaga, germanchaga, arabchaga, turkchaga mukammal tarjima qilishimiz kerak. Shuning uchun bu vaqtda yaxshi inglizchani yaxshi tarjima qila oladiganlar bo'lsa, biz bilan aloqalashsa va yordamlashsa. Rahmat. Buni hukumatimiz plan tuzib, har xil tillarda hozir sanab baxsak, masalan, ruscha, xitoycha, yaponcha, germancha, fransuzcha, undan keyin siz dedingiz hindi tiliga. Undan keyin Uyg'urchasini albatta biz hukumatdan qilamiz. Bu endi biz davomli o'zimizni bilmay, biz o'zimizning tarix to'g'risida, siyosatimiz to'g'risida har so'rinda talash-tortish qilib chiqib bas munozara chiqib ketamiz. Shundaq bir nurg'un emgak sindirilib chiqarilgan bir kitob. Buning ichida bizning tariximiz bor, siyosiy yo'nalishimiz bor. Bundaq bir kitobga nisbatan bizningki qarindoshlarimizning astoydil bo'lishini umid qilamiz. Chunki bu kitobni o'qigandan keyin sizda o'zimizningki millatiga, hozir qilayotgan siyosatimizga umumyuzlik bir tonish bo'ladi. Bu asossiz deb qo'ygan gap emas, yoki hissiyat bilan o'tirib tashlagan narsa emas. Bu nurg'un emgakdan chiqqan, bu bir go'har kabi bir kitob. Bu bizning uni o'zimizning emgagini maqtag'inimiz emas. Bular Solih Xudoyevningki nurg'un emgak bilan o'tirib chiqdi. Bu undaq ish emas. Bu o'zimizni bilish uchun ilingan bir qadam. Bir millat o'zini bilmay turib mumkin emas, u hech qanday ishni qila olmaydi. Biz andaqmi yoki mundaqmi, bizning tariximiz qandaq, siyosatimiz qandaqdi. Bu kitobda biz dedik, Sharq Turkiston Xitoyning bir bo'ligi emas degan gapni naytda aniq o'tirib qo'ydik. Uni isbotlab chiqdik. Biz haqiqatda tushuntiramiz. Xitoyning bir bo'ligi emas desak, biz hammamiz har xil gap qilamiz. Uning 9000 yillik asosi bor buningki. 9000 yil nima ish 9000 yil? Kitobni o'qigandan keyin chiqadi. Endi Uyg'urchani saqlab turganlar bo'lishi mumkin. Ama o'rganish yo'lida ingliz tilidan boshlasak, Uyg'urchami patarda bizlar yuz ko'rishadi. Endi biz hukumatimiz odatda biz jiq gap qilishni xohlamaymiz. Quruq gap bilan jon boqadiganlar emas. Undaq ekan, oldi bilan namoyish. Biz oyatda kelar hafta yakshanba kuni namoyishga chiqmoqchi. Namoyishga hammamizning qatnashib turishni umid qilamiz. Aqtashlik kitobni patarda har xil tillarda o'tirib chiqaramiz. Bugungi suhbatimiz dal yarim soat bo'ldi. Necha vaqtdan beri Solih Xudoyev suhbat qilganda bizga qanday qilishimiz kerakligi to'g'risida so'zlab kelayotgan, bugun takrorlashning o'rni yo'q. O'zimizni unutib qolmaylik qarindoshlar, irqiy qirg'inchilikni unutib qolmaylik. Bu bir millatning beshiga kelgan nomus. Uni o'zining qini bilan, jini bilan, emgak bilan oqlash kerak. Biz hech qilolmasakmi namoyish qilishimiz kerak. Yana deyli namoyishga ko'proq odam chiqsa, kim deganda vijdonimiz aram topadi. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin.
Allohga emanet, suhbatimiz bu yerda oxirlashdi. Xayr xo'sh.